Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugun 9-noyabr 2025-yil. Xudo xolasa biz mana Moskvadagi ishimizni ham boshlab oldik. Xudo xolasa qilinayotgan ishlar bilan bitta tanishtiramiz. O'zingizlar baho beringlar. Rossiya territoriyasida bitta bo'ldi, nomer 1 bo'ldi. Rossiya territoriyasida nomer 1 patolog. Bismillahirrohmanirrohim aziz tomoshabinlar. Mana nima deyapti bu kosmos fasonimiz. O'shaga borib bostiraylikchi. Ism tushib mana xudo xolasa aziz tomoshabinlar. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mana kosmos fasonimiz 3,5 metrligi. Ajjonida bu nima deyapti bu? Gapirib beraman deyapti, gapirib. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, Ustoz Muhriddin aloqaga chiqaverasizlar. Mana Rossiya territoriyasi bo'ylab xizmatdamiz, xudo xolasa ko'ringlar. Nomer 1 bo'ldi lekin patologiya ham. Jamoamiz bilan kelganmiz mana Rossiyaga, Moskvada biz agar tojikistonlik, o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, qozog'istonlik akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana kosmos fason Rossiyada birinchi marta Moskvada xudo xolasa. Kimga sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, WhatsApp nomerlarimizni yozib qo'yaman ekranga, aloqaga chiqishingiz mumkin. Buni qomatini qaranglar aziz tomoshabinlar, qomatini, turishini olib bu polni bitgani yo'q. Xudo xolasa polni bitgandan keyin yana syomka qilib tashlaymiz. O'zingizlar qilingan ishlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Kommentariyaga hech bo'lmasa omad so'zini yozib qoldiringlar aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan Ustoz Muhriddin kanalidan uzoqlashmaylar. Doimo sog' salomat bo'linglar.